YouTube aynan xuddi shu narsa uchun monetizatsiyani butunlay o'chirib qo'yyapti. Joylash, bum, keyin demonetizatsiya bo'ladi. Shu AI orqali men 10 ming dollar oyiga pul topdim. Sizni kanalingizni biz demonetizatsiya qildik. Ikkita kanalim demonetizatsiya bo'ldi. YouTube sizni ogohlantirmasdan kanalingizni demonetizatsiya qilishi mumkin. Ya'ni mutlaqo monetizatsiyani o'chirib qo'yishi mumkin va siz bundan juda ham kech xabar topasiz. Assalomu alaykum do'stlar, ismim G'ayrat. Siz mening YouTube kanalimdasiz. Bu yerda bugun siz bilan YouTube'da eng katta muammo bo'layotgan hozirgi kundagi demonetizatsiya haqida gaplashamiz. Chunki YouTube'da juda ham ko'plab kanallar, chet eldagi juda ham sifatli kontent qiladigan YouTube kanallari demonetizatsiya bo'lmoqda. Tasavvur qiling, siz video qilyapsiz, har kuni video joylab boryapsiz, kanalingiz o'syapti, obunachilar ko'p, siz motivatsiyadasiz va keyin bum, kanalingiz monetizatsiyadan o'chirildi. YouTube sizga xabar beradi. Sizni kanalingizni biz demonetizatsiya qildik. Siz 2-3 oy davomida endi bu kanaldan foyda ola olmaysiz degan bir sizga xabar yuboradi YouTube. Aynan meni o'zimda ham xuddi shunaqa kanalimda bo'ldi. Bir emas, ikkita kanalim demonetizatsiya bo'ldi. Demonetizatsiya nima? Demonetizatsiya YouTube sizni kanalingizga endi reklamani joylamasligi va bu siz endi YouTube reklamasidan pul topa olmasligingiz. Siz agar biladigan bo'lsangiz, masalan, katta video qiladigan bo'lsangiz, katta videolaringizni boshida albatta YouTube reklama joylagan. Shu sababli siz shu paytgacha pul topib kelgansiz. Yoki short videolar, siz kanalingizdagi videolarni o'tkazib, reels o'tkazib, short videolar ko'rayotganida ko'rayotgan odamlarga reklamalar chiqib qolgan. O'sha reklamalar Coca-Cola bo'lishi mumkin, birorta reklama bo'lsa, o'sha reklama beruvchilar o'sha sizga pul to'lagan, ya'ni YouTube'ga pul to'lagan, YouTube uni bir qismini sizga bergan. Va endi shu narsa siz kanalingizga ban bo'ldi. Demonetizatsiya degani aynan shu. Va eng yomoni, buni qayta tiklash oson emas. Ya'ni sizni katta kanalingiz, ko'pgina obunachilik, videolari ko'p, balki pul topishni boshlagan kanalingizni keyin tiklash oson bo'lmaydi. Xo'sh, bunga nimalar sabab bo'lmoqda? Bugungi kunda juda ham ko'plab odamlar AI, sun'iy intellektidan foydalanyapti. Ya'ni sun'iy intellekt yordamida video qilyapti. YouTube'ga kirsam, YouTube'da prosmotr olish uchun juda ham ko'plab odamlar, blogerlar, bilmayman endi ular ham meni tanimaydi, men ham ularni tanimayman. Lekin shu AI dan foydalanib siz video qiling. Shu AI orqali men 10 ming dollar oyiga pul topdim. Shu AI orqali video qilib men oyiga 1000 dollardan pul topyapman. Xuddi shunaqa kontentlar juda ham ko'payib ketibdi. Clickbait hammasi. Siz videoni ko'rayotganda siz qiziqasiz, YouTube'da monetizatsiya yoqish haqida, YouTube'dan pul topish haqida video ko'ryapsiz. Meni videoim ham shu sababli chiqib qoldi sizga, to'g'rimi? O'sha paytda siz 1000 dollar pul topish shu AI orqali 3 kunda shuncha pul topasiz, bir haftada shuncha pul topasiz degan videolar ko'payib ketdi. Siz uni ustiga bosasiz, unga prosmotr bo'ladi, uni kanaliga obuna bo'lasiz, uni kanali kuchayadi. Shunaqa narsalarning hisobiga to'g'ri ishlaydigan usullar ham bor. Men hamma videolarni ko'rib chiqmaganman. Lekin ko'p baribir ular. Ya'ni AI orqali video qilaman deb turib demonetizatsiyaga uchrayotgan kanallar juda ham ko'p. Sizlarga video davomida anchasini ko'rsatib o'taman. Ya'ni YouTube'dagi ba'zi katta kanallar 500 mingta obunachisi bor kanallar demonetizatsiya bo'lgan. Tushunyapsizlarmi? Bu katta narsa. Sizlar shunchaki ularni qilgan videolarini oson pul topishga o'ch bo'lib turib, sizlar uni videolarini ko'rasizlar, obuna bo'lasizlar, Telegram kanaliga o'tinglar deydi. Shundan xullas u ham o'ziga auditoriya to'plash maqsadi, sizlardan qanaqadir yangi bilim olish maqsadida ko'ryaptilar. Meni videoim ham menimcha shunaqa holatda. Shu sababli e'tibor beradigan narsangiz reused content, ya'ni eng ko'p takrorlanadigan videolar. Ularning bir qismi shu. Reused content bu siz birorta filmni yaxshi ko'rasiz, Instagramda, TikTokda ko'rgansiz yoki shu YouTubening o'zida ham short videolar ko'rgansiz va sizga yoqib qoldi. Demak, men ham shunaqa video qilsam YouTube'da o'sadi degan narsa bo'lgan, to'g'rimi? Instagramdan olasiz, ozgina montaj qilasiz, YouTube'ga joylaysiz. TikTokdan olasiz, montaj ozgina qilasiz, joylaysiz. Yo'q, montaj ham qilmaysiz. Joyladingiz. Reused content va buni YouTube bilyapti. YouTube bu narsani bilyapti. Endi qayta ishlangan
videolar qayta ishlangan kontent deb turib, YouTube aynan xuddi shu narsa uchun monetizatsiyani butunlay o'chirib qo'yapti. Bu eng asosiy omillardan biri, ya'ni qayta ishlangan kontent. Video oxirida sun'iy intellektdan qanday qilib foydalanish to'g'risida, qanday qilib to'g'ri foydalanib uni monetizatsiyaga olib chiqish to'g'risida yoki boshqa birovlarning kontentidan, o'zingiz masalan kontent qila olmasingiz mumkin-da, boshqa birovlarning kontentidan foydalangan holatda, ularga to'g'ri yo'nalish holatda qanday qilib turib YouTubedan monetizatsiyani yoqish haqida ham gaplashib o'tamiz, xudo xolisa. Xo'sh, demak, birinchi muammo reused content, qayta ishlangan kontent va bu sizni YouTube uchun qiymat qo'shmayotganligingiz belgisi. Siz odamlarga nimadir bera olmayapsiz. Odamlarga nimadir bersangiz, keyin u videolaringiz qiymatli bo'ladi. Uni kontentini o'g'irlab, buni kontentini o'g'irlab joylaysiz, TikTokdan, Instagramdan olasiz, joylaysiz, bum, keyin demonetizatsiya bo'ladi. Ya'ni qiymatli bo'lishni o'rganishimiz kerak. Bundan bitta dars. Okay, endi ikkinchisi. Bu copyright muammolari. Menimcha buni bilsanglar kerak, juda ham ko'pchilik bilmaganlar uchun aytib o'tdim. O'sha musiqa yoki videolardan foydalangan holatda, misol uchun katta birorta mashhur odamlarning musiqalaridan foydalanishingiz mumkin yoki mashhur filmlar, o'sha kinolar yoki YouTube'dagi o'zida foydalangan birorta video yoki musiqalardan qayta foydalanishingiz mumkin. Shu copyright muammosi hisoblanadi. Ya'ni mualliflik huquqi asosida sizga shikoyat kelib tushadi. Ular aytadi-da, mana bu shaxs, masalan, G'ayrat Xollarov, ushbu kanalning egasi, meni mana bu musiqamdan foydalandi. Va men bunga shikoyat qilaman degan narsani YouTube'ga shikoyatini yuboradi. Keyin u menga shikoyat qiladi. Sen birovning narsasidan foydalanyapsan ekan. Shu sababli biz seni kanalingga strike yuboramiz, ogohlantirish yuboramiz. Agar qayta yuborsak bu narsani, seni kanaling ban bo'lib ketadi. Qayta kanalingdan foydalana olmay qolasan, monetizatsiya olmay qoladi degan narsani jo'natadi. Keyin agar shu narsani takrorlarsiz, bum, yana kanalingiz monetizatsiyadan butunlay o'chib ketadi. Bu undan ham yomonroq. Demak, ikkinchi bu muammodan biz oladigan dars, iloji boricha copyright muammolari bo'lmagan narsalardan, videolardan foydalangan holatda videolarni o'zimiz tayyorlashimiz, ya'ni o'zingizdan nimadir qo'shing, o'zingizdan nimadir yarating. Uchinchi muammo bu low quality content, ya'ni sifati juda ham past bo'lgan videolarni qo'yish. Bu degani siz AI, ko'pchilik hozir aytayapman, AI dan foydalanyapti, AI dan ham tekinidan foydalanyapti-da. Qancha maksimal darajada puldan tejashga harakat qiladi, pul topish maqsadida, lekin AI da sun'iy intellektlarni tekinidan foydalanyapti. Xo'p, mayli pulligidan foydalansin, sifatli video qilsin, boshqa qilsin, mayli. Tekin AI dan foydalanadi. Qanday qilib sun'iy intellektni tekin videolarni yasash deb turib YouTubedan qidiradi. Shunaqa videolarni ko'radi, pullilarga e'tibor bermaydi. Albatta, yonidagi sharoitiga qaraydi. Qachon pul topishni boshlasam, keyin pulligidan foydalanaman deydi. Qarshi emasman, lekin sifatli bo'lsin. Agar video sifati past bo'ladigan bo'lsa, albatta u YouTube'ga yoqmayapti bu narsa oxirgi paytlarda. Chunki YouTube o'zini auditoriyasini, ya'ni sifatli narsa bilan ta'minlab bermoqchi. Va ba'zi videolarda hech qanaqa ovoz ham yo'q. Ba'zilar faqat o'ynab qo'yapti va ba'zilarda shunchaki tekstda bitta video o'rtasida tekst, qanaqadir motivatsion gaplar, bunisi qayta takrorlanyapti-da bu narsalar. Bu ham eng katta monetizatsiyani o'chishiga sabab bo'layotgan muammolardan biri oxirgi paytlarda. Va to'rtinchi muammo bu o'sha qiymat bera olmaslikning kattaroq varianti. Ya'ni siz katta videolar qilasizda, bir kunda $1000 pul topasiz deysiz, ichiga kirsangiz, ichida unaqa narsa yo'q. Ya'ni yolg'on narsalar ko'p. Va buni YouTube aniq bilyapti. Siz o'ylamang, men YouTube'ga video qilaman, millionta video ichidan meni videomni ko'rami? Yo'q, unaqa emas. YouTube aynan sizning videolaringizni tekshirib chiqishi uchun maxsus AI lardan foydalanadi. Ya'ni sun'iy intellektlardan foydalanadi. O'zini aynan o'sha sun'iy intellektlar YouTube'ni aynan xuddi shu narsalar YouTube'ni monetizatsiyasini o'chirib qo'yapti o'zi. Odam shaxs foydalanmayapti-da undan. Sun'iy intellekt qidiryapti. To'g'ri, mana bu odamning kanali qayta ishlangan kontent ekan deb turib, uni kanalini AI demonetizatsiya qilyapti, odamlar emas. O'sha sababli ko'p muammolar kelib chiqyapti. Masalan, men video qilsam, meni videoyimni odam ko'rmayapti-da, deyapti, buni sun'iy intellektdan foydalanibdi. Demak, bu sun'iy intellekt orqali demonetizatsiya bo'ladi degan narsa bo'lyapti. Shu sababli bu katta muammo bo'lib kelyapti ko'pchilikda. Va eng oxirgisi, 5-inchisi bu community guideline degan o'zini, bu ham o'zingizlar bilasizlar buni, ya'ni o'sha zo'ravonlik, giyohvandlik, ichkilik, fahsh shunaqa ishlarda agar YouTube'ga joylanadigan bo'lsa, YouTube albatta sizni kanalingizni demonetizatsiya qiladi, strike keladi. Men o'zim misol keltiraman sizlarga. Bitta video qo'ygan edim. Ya'ni u videoda kulgili video edi-da u. Tok urgan, tushunamsiz-a? Tok urgan, nimadir qilyapti, o'rtada tok urgan hali odamni.
u sen o'sha videoing mumkin emas. Ommaga mumkin. U video ko'tarilib ketgan edi. Bu videoing ommaga olib chiqilishi mumkin emas. Xavfli video deb turib menga ogohlantirish keldi. Xuddi shu eng asosiy muammolar, ya'ni o'sha 5 ta narsa. Menimcha bularni yaxshiroq tushundinglar deb o'ylayman. Siz G'ayrat Xoldorov YouTube kanalida bo'ldingiz. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.